Mirobod Avenue'da 80 metr kvadratli uyimizni remont ishlarini o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu remont ishlari Nobim jamoasi tomonidan amalga oshirildi. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Remontimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, Nobim jamoasiga murojaat qilinglar. Sizlarning uylarni juda ham chiroyli qilib remont qilib beramiz. Mana shu ko'rib turgan uylar arendaga beriladi. Bu uyimizda 80 metr kvadrat, parkovkasi ham bor. Mirobod Avenue'da joylashgan, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan svejiy xonadon. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, pastda nomer qoldiramiz.